Qilasizmi o'zim kiraman deyapsiz. Men kiraman deyman, men o'zim murojaat qilaman. Nima kirmaydi? Kirgizamiz. Shuning uchun kirgizamiz. Nima kirgizamiz? Shunaqa, topshiriq shunaqa. Qaysi qonunga asosan kirgizamiz? Topshiriq shunaqa. Mana navbatchimiz. Gaplashing. Assalomu alaykum. Aka, tergovchi bilan gaplashmoqchimiz. Yo'q, gaplashmayapti-da. Gaplashmaydi. Matbuot bo'limiga borib axborot olasiz. Qayerda yozilgan aka? Qaysi qonunda yozilgan? Buyruqqa bo'ysunasizmi, qonunga bo'ysunasizmi? Buyruqqa bo'ysunaman. Demak, buyruqlar qonundan ustun, to'g'rimi? Yo'q, biz uchun buyruq. Qisman ichki ishlar xodimi biz buyruqni bajaramiz. Qonun emas. Buyruq qonun asosida chiqarilgan. Yo'q. Qaysi buyruğingiz yozilgan? Sizga aytmayman. Nimaga aytmaysiz? Siz borib matbuot bo'limidan ma'lumot olasiz. Tushundingizmi? Yo'q. Tushunmasangiz borib yonib. Men baribir kiraman aka. Nimaga? Fuqarolar uchun ishlaydimi? Siz kimsiz aytasiz? Nimaga tashlab kiraman? Bo'lmasa chiqsin. Men bo'lmasa chiqsin, chetda gaplashamiz. Nimaga bir marta chiqadi? Xalq uchun ishlaydimi xodim? Bitta odamga bir marta chiqadi. Qayerda yozilgan? Buyruqda yozilgan. Ko'rsating o'sha buyruğingizni. Bir marta chiqadi degan buyruğingizni ko'rsating. Xodim fuqarolar uchun Sizga aytdim, matbuot bo'limidan borib ma'lumot. yo'q. Sizga ma'lumot kerak bo'lsa, Men o'zi bilan gaplashmoqchiman. tergovchi qildik. Tergovchi bu qilgan qayerdan biladi u? G'amnodaysiz-ku, matbuot. Делай вахтадagi javob bo'lgach, taqorku, cho'knidagi demokratiyani. Ya hayır, farmonsuz. Tabiatda yurish qoidasi. Ben her zamandaki köydeki mutlaka kaldı. Yurtda bolalar bormi? Sizlar qabul qilmayotganlar uchun biz turibmiz. Çok zor geçti. Korku mana parayı mayman delay Hop, javob bersin. Javob berish kerak-ku deyiladi. Albatta javob berish. Shuning uchun men qochyapman. Albatta javob Men berish. ketyapman. Mana senga ham qo'ydim. Jamoat yurish qoidalari bor. Qanaqa sizga qoidalar opa to'xtab turing. To'xtab turing. Qonunning 183-moddasini buzyapsiz. To'xtab turing. Birisi. Opa, to'xtab turing opa.